Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana kardio, ya'ni 1 soat yengil yugurish. Sog'lom yuraman degan odamlar uchun, vazn to'g'irlayman degan uchun haftada 2 kun kardio maslahat beraman. Trenerlik sohadan kelib chiqqan maslahat beraman. Hozirgi kunda meditsina ko'p insonlarga yuringlar deb maslahat beryapti, ya'ni yurish kerak, ko'proq miqdorda yurish kerak. Men sizlarga shuni aytaman, to'g'ri yurishning ham foydasi bor, lekin yugurishdaqa zo'r foyda bermaydi. Yugurish kerak, inson quvvati yetguncha yugurish kerak, haftada 2 kun. Albatta kardio qilish kerak. Shunda 60 ga kirganingizda ham sog'lom bo'lib yurasiz. To'g'ri, sog'liq Alloh tomonidan berilgan ne'mat. Kim nima bo'lishini ertaga bilmaydi, lekin sababini qilsa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Kardio qilinglar akalar. Yurishdan ko'ra yugurishning foydasi ko'proq. Yurishning foydasi juda ham kam. Chunki odam yugurganda qonlar qiziydi, ya'ni isiydi. Qon isigandan keyin qon suyuqlashadi, suyuqlashgandan keyin aylanish, sirkulyatsiya, qonni sirkulyatsiyasi zo'r bo'ladi. Shunda immunitetlar yaxshi ishlaydi. Unchuncha kasallikni Alloh taolo insonlar shunaqa yaratgan, o'zi yengadi. Liboy kasallikni o'zini immuniteti, o'zini tanani kuchi o'sha kasalliklarni yengib yuboradi. Shuning uchun sizlar harakat qilishlaring kerak. Sizlarga maslahatim, haftada 2 kun ishim qolib ketdi, charchadim, o'ydi demasa, bahona qilmasa 2 kun kardio qilinglar. Qolinglar kechqurun, qolinglar ertalab, qolinglar obedda farqi yo'q buni. Yugurish qanaqa? Juda ham tez emas, juda ham sekin emas, o'rta miyoni 1-2 ta kuchni taqsimlagan holatda yuguriladi. Shunda bomba rezultat bo'ladi. Aka, qani 60 ga kirganda ham sog'lom bo'lib yurasiz. Hammaga maslahat. Go.